Akajon, assalomu alaykum. Voy, ket, tinchlikmi? Aka, qizimiz zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak deyishyapti. Shunga qidirmagan joyim qomat hech qayerdan pul topolmayapman. Iltimos yordam berib turing. Bilasiz, kuyovingiz topgan pulini ichkilikka sarflaydi. Qizim men uchun kerak, iltimos. Iltimosiga bitta umidim sizda. Iltimos, Jon aka yordam bering. Jon deb yordam berardim. İmkoniyatim yo'qda hozir. O'zi mazaman bo'lmay turibdi. Keyin undan ko'ra uyga kirib bir gap. Rahmat aka. Qizim, nima yig'layapsan? Dada. Bu yerga og'rimayaptimi? Yo'q. Ammam o'rnida men bo'lganda nima qilardingiz? Axir yangi uy olaman deb to'playotgan pulingiz bor edi. Nima ammam aldadingiz? Bu rahmatli sizga ammam omonat qilib ketgan-u. Meni baxtli yashashimni xohlasangiz, ammamga yordam bering. Alo, Sinim, qaysi kasalxonadasan? Ha? Xo'p, bo'ldi, hozir yetib boraman. Xo'p.